No, bro. I champion. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga kattakon rahmat. Kechagi o'yin haqida keladigan bo'lsa, juda ham ajoyib atmosfera, juda ajoyib final. Biz uchun kutilmagan, men uchun kutilmagan bo'ldi. Juda katta o'yin men uchun, chunki SQB yaxshi jamoa va BNB biza bu jarayonga finalgacha kelgan jarayonim juda og'ir kechdi deb o'ylayman, chunki ko'pchiligimiz jarohatlar bilan, misol ko'p o'yinchilarimiz o'ynamadi, yordam bera olmadi, lekin muhimi har birimiz bitta oila bo'ldik. BNBda har doim bu birinchi navbatda turgan, qalbimizda bo'lgan narsa, bu faqat bizga berilgan narsa, bu bitta oila, har doim. Har birimiz uchun kurashamiz biz. Muito feliz pelo título. A temporada foi excelente e espero que na próxima temporada seja da mesma forma. Estou muito feliz pelo título, né? Mas já sabia que ia ganhar todos e é isso. Obrigado, Jesus. Men BM jamoasi bilan o'zimning ikkinchi kubogimni qo'lga kiritdim. Men BM jamoasi bilan birgaligimdan xursandman. Muito feliz pela temporada aí, graças a Deus vencemos tudo, alcançamos todos os nossos objetivos, é isso aí. Bizani BM oilasi uchun juda muhim g'alaba bo'ldi. 4-marotaba shu kubokni yutganimizda juda xursand bo'ldik. Kelgan muxlislarga, BM oilasiga kattakon rahmat. Очень счастлив, что мы играли, мы все выиграли. За все, за БНБ. 4 года, 4 лига, 4 кубок, 3 суперкубок. Лучше, чем это, невозможно. И за это спасибо за всем. BNB 4-marta O'zbekiston chempioni bo'ldi. 4 marta O'zbekiston kubok sohibiga aylandi. Bundan juda ham xursandmiz. Alhamdulillah. Bolalarga va trenerlarga hammasiga kattakon rahmat aytaman. Mana bugun hozir BNB bilan SQB jamoasi komandalar yig'ilgan va bugun eng oxirgi yakuniy Superliga bo'lyapti. Xudo xolasa biz Jizzaxdan butun holding tizimi yig'ilgan va biz BNB uchun muxlislik qilamiz. BNB shu paytgacha 4 karra chempion bo'lgan bo'lsa, buni yana davom ettiradi. Mana biz muxlislar bilan Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaymiz. Muxlislar keladigan bo'lsa, bu muxlislar klubni, terma jamoani, bu bitta nima desam, bu yarim jamoada muxlislar biz uchun shunaqa. Muxlissiz poyada o'ynasangiz bu nima deydi, qanaqadir quvonch, nimadir xohlamaysiz. Agar muxlissiz poyada o'ynasa, qanaqadir zavqlana olmaysiz. Kechangi yosh bolalar ayniqsa bizga motivatsiya bergani, kichkintoylar, oilasi bilan kelgan ota-onalar, biz bundan juda xursand bo'ldik. BNB oilasiga kattakon rahmat deyman, chunki men har doim BNBni qatta bo'lsam ham yaxshi ko'raman va muxlislarga juda ham, muxlislarning o'rni juda baland. Xoh futzalda, xoh katta futbolda, xoh boksda bo'lsin, liboy sportda muxlislar har doim o'rni baland, buni hurmat qilish kerak. Buni har doim biz ham hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Muxlislarning boriga shukr. Obrigado, muchas gracias. Rahmat kattakon sizga. Joningiz sog' bo'lsin.